Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana dastlabkilari bori va dastlabkilari yo'g'i, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkilari va o'zingizlar olib ketib olgan holatda dastlabkilarini gaplashamiz. Bir chekana mashinamiz uzunligi 2 km, balandligi 2.30, 3 million 700 ming so'm, 3 million 700 ming so'm va 3 million 300 ming so'm va 3 million 300 ming so'm. 3 million 700 niga uzunligi 2 km, balandligi 2.35 holatda, rangi o'zgarsa puli o'zgarmaydi. Rossiyskiy laminat, qirg'oqlar rezina kronka, hamma yog'i, orqalari granit, stansiyalarimiz va duxovka, gaz, vitishkaga moslasangiz bo'ladi. O'ng tomon, chap tomonga. Bunimiz 2 metr holatda. Mana 3 million 300 ming so'mga va kichkina ishlagan mashinamiz endi dastlabkilari yo'g'i bo'lgan narxini aytib boramiz. Uzunligi 1.70, balandligi 2 metr. Buni narxi 1 million 600 ming so'm va uzunligi 1.20, balandligi 2 metr. Va 100 dollarga 1 million 300 ming so'mga 1 million 600 ming so'm, 1 million 600 ming so'm va 2 million so'm. 1 million 600 ming so'mliklarimiz 1.70 va 2 metrlarimiz 2 millionligimiz esa 2 metr holati. Bunimiz ana shunaqa 2 metr holati 2 million so'm. Bunimiz esa 1.70, 1 million 600 ming so'm, 1 million 600 ming so'm va 1 million 600 ming so'm, 2 million so'm, 2 million so'm. Mashqator polni 2 metr holatda xohlagan turida tayyorlab beramiz. Kimga qanaqa optin narxida ishlaydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, chiroyli holatda qilib yasab beramiz. Zakaz qildirmoqchi bo'lsanglar, murojaat qilsanglar, 10 kunga qolib qolmasdan chiroyli holatda akkuratni qilib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabki zakaz aksiyalari borib o'rnatib berishimiz ichida kelishib turib holatida